Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalomu alaykum Unisal Gazin каттоолчулары жана көрөрмандары. Бүгүн биз Баткен областынын Кадамжай районунун Халмон айылынын мал базарына келдик. Бул биз жол жакта турабыз. Мал базарынын баасын билип бермекчибиз. Атайын Кушап айылынан келдик. Ошону лайк, подписканы колдоп туруңуздар. Анда эмесе видеону баштайлык. Базардын астына ham келип калдык. Азыр базарына киребиз. Канасы басып турабыз. Буга канча? 60 миң сом дейт. Мол ойлордун баасын сурайлы. Жалгызбы ойлор? Ойлор кысыр койлор. Кысыр койлор экен. Качадан атасыз? 10 миңден атам. Үчөө тең 10 миң сомдон экен. Канча тиш? 4 тиш, 6 тиш. 4 тиш, 6 тиш дейт. Базар сырады сүрөйлөкпү? Базар сырады сүрөйлөкпү? Сүрөйлөк. 500 сом, 10.500. Ойлор жена болобу? Ага. Ha? Ene ola koyları? Kadar o? Kaçadan da sene olar? Yine vallahi da 12'den de tamam. Ene ola 12 ming so'm ekan. Qanchadan el berib atacak? Belirlegan. Berilekmi? Qo'ylarimiz qancha tishdan? Qo'ylarni bilmaysan. 3 ta ancha turda to'g'on qo'ydi. 3 ta 4 ta to'g'on qo'ydi o'lat. Sizga ham urg'achu? Qanchada o'tasiz? Yapılışıp gitti. Ha. 8,5 konuşuyor benimle. 8,5? Жалгыз кой экен. 8,5 берип атабы элдер. Şimdi gelmedi. Канча тиш кой? 8,5 konuşuyor benimle. Канча тиш? Ay yoş hali. Токтубу? Toktu ya. Токту атат. Эне бала канчабы? Эне бала 10 миң. Базар канча сурап атат? Жагың эле кирдизби? Кой канчачы? Токту. Токту атат. Могу козулар. Козулар канчадан экен? 7 миңден ургачу? Ургачу козулар 7 миң сомдон атат эс. Башка койлордун да баасын билип берейли. Ова кой канча экен жалгыз кой? 10 bin de. 10 миң? 8,5 bin. 8,5 беришти же деп атасыз? Ya 7,5 verişti. 8,5 миң дейт. 7,5 миң бериптир эс. Канча тиш? Toktu bultur koydu. 2 тиш кой экен. Койлор канчадан ака? Койлор канчадан? Ya sıraya Канчада атасыз? 15 bin oldu. 15 миң? Kim bu? Канча миң беришти? 7 binden vermedim. 7 миңден бересизби? Канча тиш койлор? Ya Канча тиш койлор? kozu yaşlı. Токтуларбы? Токтулар экен. 5 bekliyoruz canım. Ава эне бала канча? 10 diyor. 10. Эне бала 10 миң сом экен. Базар сурады? Базар сурады? Beşer bin kullanılır. Базар сурадыбы?
Sırayla mi? Var baraka. Barakan var mı? 5,5 mi? Bozar sırayla ekan. 5,5 mi? Qancha tish qo'y? 5-6 tug'anda bo'ladi. Qo'ylar qanchadan ekan? Ha? Qo'ylar qanchadan? Sizniki oqsoqol. Jash qo'ylar. Qanchadan Qancha bular? qarasiz bu qo'zingizni? Qaysini? Beraver. Qancha aytdingiz? Beraver. 10 beraver. Qancha berasiz sen? Ha sen so'ra. Yetini qarab. Narx qo'yg'iz. 5-10 kunda So'rayotadi. 5-6 kunga ortib o'tadi. O'tir jetib beraman. 7000 so'm so'rayotadi. Qancha? Alarman. To'xtu. Qancha qarasiz mana shunda? 6,5 degan yo'qmi shunda? Mo'g'ullardan ene o'g'il ekan. Ava ene o'g'illar qanchadan? Bilmesiga endi kel. Qanchadan deyapsiz? 15 ta o'taz, suraveradi. 15 dan deyaptir. Ular to'xtuda. To'xtular, no qo'zilar ekan. Aga qo'y qancha? 10 odam. Qancha tish qo'y? Ha? Qancha tish? Shuni bilmayman. Ukamligida. Sotib bering. 10 ming so'm bozor suradi u? 10 ming so'm deyin, bozor suraylik. Mo'g'ullarmisiz? Bu to'xtu. Narxi qo'y, balali qo'y. O'rta jash qo'y. To'xtu qancha? To'xtuni 6,5 odam. To'xtu 6,5. Ene ola? Yine bular 11 odam. Ene ola 11 ming so'm. Bozor qiz yeylikmi? Bozor qiz yeylik. Qo'ylar qanchadan ava? 5,000. Ko'kka qancha? 10,000 ga kelsa. Ko'kka 10 ming so'm ekan. Ene ola? Ene ola. Erkekmi yo'qchi? Hozir erkeklarning ishini tutib bilan o'zimcha urg'ochilar tortayli. Qo'ylari bo'g'ilgan. Qo'ylar qanchadan ekan? Qo'ylar qanchadan? Qo'ylar bu. Qo'ylar 10 mingdan. Qo'ylar ine ola 10 ming so'mdan ekan. Bozor qanchadan so'radi? Bozor so'radi. 9 ming so'm so'rayaptir. Shu olaveri. Примерно 10 ming 9 ming so'm ekan mol bozoridan, Halmiy mol bozorida. Voy, men rozimman. Berasiz uchun? Yo'q. Mana oljar marif qo'y. Bo'lo. Ene ola qancha ekan? Sizniki emasmi? Meniki emas zot. Sağola. Qo'y qancha ekan ava? Qancha bertasiz qo'yga? Qancha bertasiz? 6 ming. 6 ming so'm beryaptir. Aka siz qancha dedingiz? Video. 6 ming so'm so'rayaptir to'xtuga. Ular urg'ochi qo'zilar qo'ydi. Aka urg'ochi qo'zilar ular. Var qo'y qo'zlar. Qo'y yo'q. Qo'y yo'qmi? Yo'q. Urg'ochi? Qanchadan dedasiz? 6 dan. Urg'ochi qo'zilarda 6 ming so'mda deb qaramda, bu yerda 5 tuk bor ekan. Bozor qanchadan so'radi? 4,5 mingdan baho oldi, berbelik dedi. Qo'chqorlar qanchadan aka? Qaysinisi?
Moq. 15 kamı var. 15 ming so'm kiyimi bor ekan. Hozir qancha so'radi? Suraylik. O, qarach. Mana bilan manani da 15 kamı berdi. O, berish bao oldu o. 15 kamı berdi. 15.500 so'm bao olibdi, berib etdi odat. O, ekonchi. 10 ming so'm deydi. Mana qancha dedingiz? 15 kiyimi bor ekan bular. Qo'chqor qancha o? Qo'chqor. 17. 17 ming so'm ekan. Qancha tish? Qancha tish? 4 tish qo'chqor. Hava qo'chqorlar qanchadan? 15 ming so'mdan. Qancha tish qo'chqorlar? Qancha tish qo'chqorlar? Qancha tish? 2 tish qo'chqorlar. Bozor qancha so'radi? 10 ming so'm so'rabdir. Qo'chqorlar qanchadan aka? Ha. 12dan? 2 tish mi joyi? Qo'zu. Qo'zular ekan. Bozor qancha so'radi? 10 ming so'm so'rabdir. Hava qo'chqorlar qanchadan ekan? 20. 20danmi? Bu parada bu. Qanday parada? Gisar chalish paradan ekan. Bozor qanchadan so'radi? Bardığına o. 50 ming so'm bağılıptır, berib o'ptir, es. Evet, qo'chqorlar qanchadan? Ular 12 mingdan. Qo'chqorlari? Qo'chqorlar 12 ming so'm ekan. Bozor qancha berishdi? Bozor qancha berdi? 9 ming so'mdan beribdir. Ho, to'rtating. Qo'chqor va? Ha. Qo'chqor? Qurg'achi? Qo'chqorlar qanchadan ekan? Ekoni. 50 ming so'm kiyimi bor ekan ekoni. Bu qancha tish? 2 tish, 4 tish qo'chqorlar. Bozor qancha berishdi? Bozor bo'l lekin. Ekoting bog'ilgan qo'chqorlar. Tam bu boqsa ayoy semsa kerak. Qo'chqoringiz qancha va? Hava. Qo'chqoringiz qancha? 20 kam bor. 20 ming so'm kiyimi bor ekan. Bozor qancha berishdi? Bozor qancha berdi? 15 dan berdim. 15 ming so'm bo'l o'ptir, berib o'ptir. Tishchi. Qancha tish? Qancha tish? Qancha tish? Tishmi? 2 tish. Chek tishgan. Qanday? Oyoq sal deb qo'y. Oy, Bortqa qo'yilgan